Biz ikkinchi mikrofonnamiz, bu yerda joylashganmiz. Ikkinchi mikrofonga mana kela olishdi. Bugungi holatimiz mana hozir ustakalar bilan tanishamiz. Assalomu alaykum. Projektoringni o'lchab ko'zimga tushyapti. Tashqari qorong'i ekan. Nimamiz endi kech paytga akalar. Akalarimiz mana shu yerda. 5 yildan keyin bolasi ko'rib qolsa adashib Xalq qonun qo'yishga. akamiz sifatida. Legendarniy kartochka O'zimiz suzmani oldik. Hali dengiz ochmay qoladi, ko'p narsalarimiz bor. Ochib ko'rsatay, 5 yildan keyin to'lib qol. Hozir pustoy 5 yildan keyin to'lib qolish ehtimoli bor. boshqa hech vaqo yo'q. Nuri telefon qilyapti, Nuridan oz olaman uka. Sizlar oshxonamiz ichkarida bir ko'rasizlar, xudo xolasa, ukalarimiz masjidda uryapti. Mana qaranglar, bunaqa bir 2 yil oldin bang'illab ketgan joyda edik. Mana shu hayvon orzu kuchayapmiz, sharoitlar kuchaydi mana. Mana bu yerda mana kira olishda mana nasıl qo'yadiganlar bor, tayyor o'tirib, mana ideya qilgan joylar, bu yerga xudosi televizor qo'yamiz. Bu yog'imiz mana montajxona. Bu yerdan shuni olsak ko'cha ko'rinadi. Ikkinchi mikrofon yo'l bo'yida joylashgan. Bu yerda mana sartaroshxona bor. Bu yerda yopamiz. Bu yerda texnikalarimiz chiqib turib, bu xonaga kiramiz. Bu yerda ochadigan bo'lsa, bu yerda yana bitta xona bor. Bu yerda kir mashina, bu yerda dush, tualetimiz bor. Endi bu yer xullas shunaqa gaplar. Suyetimiz bor ekan mana. Sharoitlar xudo xolasa. Yomon emas deydi mana. Mana shunda bitta odam yotsa ham bo'ladi. 2 kishi qolgan bu yerga yana kamiga yotoqxona. Kak. Shunaqa gaplar. Bir aylanib chiqsa yana katta koridorga chiqib olamiz. Bu yerdan shuna qarasa bu yoqqa mana yo'l bo'yi. Ikkinchi mikrofon bu yoqqa ketishni oldiradi xonasi. Shunaqa gaplar yana. Savolla salomat bo'ling. Ovqatimiz qachon? Ovqat qachon pishadi aka, ovqat. Kalishamiz qachon? Shefpower iloji bor ichib Shefpower. Tezroq pishiramiz, Shefpower. Xalq och, xalq qonun qo'ydish. Xalq och biz to'g'mizda. Menga qo'q qo'ymasa. Nima? Prямой efir emasmi? Prямой. O'tay. Taqa. Kichkina kesilgan holatda. Kesilgan bo'lmaydi. Bo'lmaydi, meni kanalimda.